Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan RabbitMQ ni qanday qilib message broker sifatida Celery'da sozlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi navbatda RabbitMQ ni o'rnatib olishimiz kerak. Bugun Docker orqali hech qanday integratsiya amalga oshirmaymiz. Keyingi darsimizda qanday qilib RabbitMQ ni konteyner sifatida ko'tarishni ham ko'rsatib beraman. Bugunchalik serverimizni o'ziga, ya'ni lokal kompyuterimizga o'rnatamiz. Meni holatimda men Ubuntu 22.04 ishlataman. Agarda sizda Windows yoki MacOS bo'ladigan bo'lsa, hech qanday xavotirga hojat yo'q. RabbitMQ install deb yozadigan bo'lsak, mana installing RabbitMQ. Keyin ikkinchi silkaga bosamiz. E'tibor qiling. Bu yerda RabbitMQ ni o'rnatishni bir necha variantlarini bizga aytyapti. Docker orqali ko'tarish yoki bo'lmasa Linux ga o'rnatish, Windows ga o'rnatish, MacOS ga o'rnatish barchasi bor. Bemalol mana shu instruksiya bo'yicha borib bajarishingiz mumkin. Men hozir Debian Ubuntu instruksiyasi bo'yicha ketma-ketlikda bajaraman. Ushbu pejga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda aytilgan ways of installing the latest RabbitMQ. Ushbu silkaga bosamiz. E'tibor qiling, mana bu yerda Cloudsmith Mirror bor ekan o'rnatish uchun, Quick Start Script ham bor ekan. Keling, Quick Start Script ga bosaman. Quick Start Script da aytilishicha mana shularni o'rnatib chiqish kerak. E'tibor qilamiz, mana bu yerda menda Ubuntu 22.04 bo'lganligi uchun mana 22.04 tab tanlangan. Agar sizda 24.04 yoki 20.04 bo'ladigan bo'lsa, boshqa tabga o'tishingiz kerak. Birinchi ishni nimadan boshlaymiz? Birinchi ishni kerakli package-larni o'rnatib olishdan boshlaymiz. Menda allaqachon barchasi o'rnatilgan. Davom etamiz. Bu yerda kerakli signing keylarni o'rnatib olamiz lokal kompyuterimizga. Sababi biz RabbitMQ ni o'rnatish vaqtida ushbu signing keylardan foydalanamiz. Keling, birma-bir birinchi signing key muvaffaqiyatli o'rnatildi. Ikkinchi signing key. E'tibor qilamiz, ushbu keylar bizda mana bu folderda RabbitMQ nuqta va mana bunday JPG fayl ko'rinishida saqlanyapti. Agarda o'chirib yuborish kerak bo'lsa, keyinchalik bemalol mana shu folderdan o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Keylarni saqlab oldik. Keyingi qiladigan ishimiz bizda source list yaratamiz, ya'ni repozitoriya, to'g'rirog'i. Ushbu repozitoriya biz ppa1rabbitmq.com bizda aynan RabbitMQ ni install qilish vaqtida mana shu repozitoriyadan RabbitMQ ni yuklab oladi. Keling, mana shu komandani to'liqligicha olaman va mana bu yerga tashlayman. Yaxshi. Tekshirib ko'rishingiz ham mumkin agar xohlasangiz. Mana bu faylni olib cat qilib ko'radigan bo'lsangiz, mana barcha content shu yerda turibdi. Endigi qiladigan ishimiz update qilamiz. E'tibor qiling, rabbitmq.com ppa2 mana o'sha mirrordan o'qishni boshladi. ppa1 ham bor. Yaxshi, barchasi joyida. Endi RabbitMQ ishlash uchun bizga Erlang kerak bo'ladi. Uni ham o'rnatib olamiz. O'rnatildi muvaffaqiyatli. Endi oxirgi etap RabbitMQ serverni o'rnatamiz.
Barchasi deyarli xuddi shunday ko'rinishda ketadi. Agarda siz Windows yoki MacOSda ushbu instruksiyani amalga oshirayotgan bo'lsangiz, e'tibor qiling, sizda Erlang o'rnatilgan bo'lishi kerak va shundan so'ng RabbitMQ server o'rnatishingiz kerak. Yaxshi, barchasi muvaffaqiyatli o'rnatildi. Endi ozgina pastga tushamiz. Bu yerda qo'shimcha instruksiyalar, menga bular kerak emas. Menga pastroqda mana run RabbitMQ server. Demak, systemctl orqali serverni start qilamiz. Serverimiz start bo'ldi. Statusini ko'ramiz. Status aktiv. Ko'rib turganingizdek, barchasi yaxshi ishlayapti. Endi keling, endi qiladigan ishimiz Celery bilan sozlab olamiz. Celery RabbitMQ broker URL. Mana bu silkaga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda. Oldingi safar biz Redis'ni broker URL sifatida sozlagandik. Bugun esa RabbitMQni sozlaymiz. Mana instruksiyasi bu yerda. Hozirgi vaziyatda bizda user va password bo'lmaganligi uchun bizda o'zimizning shaxsiy hostimiz ham yo'q. Shunchaki local host va portdan foydalanamiz. Bizga keling, mana shu holatda ko'chirib olaman. Va sozlamalarimizga o'tamiz. Sozlamalarimiz default spyda broker URL ni ko'rsatgandek. Mana Redis URL. Redis URL o'rnida endi Celery broker URL faqat bu safar mana bunday. Host kerak emas, shunchaki localhost 5672. Umuman olganda, keling, hozir men sizlarga ko'rsataman. RabbitMQ-ctl mana bunday status qilib ko'ramiz. E'tibor qiling. 5672 portda demak protokol ochilgan. Shu protokol orqali bizning Celery RabbitMQ ga ulanadi va queue'larni joylashtiradi. Hozircha queue count 0, connectionlar mavjud emas. Bitta virtual hostimiz mavjud. Yuqoriga ozgina chiqadigan bo'lsak, juda ham ko'plab kerakli ma'lumotlar bor bu yerda. Node data directory. Demak, mana bu nodimiz rabbit /asus. Mana node name. Umuman olganda ushbu node proseslarni bajarish uchun qancha proseslardan foydalanyapti va qancha hajm berilgan barchasini mana shu joydan topish mumkin. Mana bu yerda masalan qaysi bit adashmasam hajmga bog'liq ma'lumotlar mana total memory used, memory available degan joylar ham bor. Ba'zi holatlarda muammo bo'lishi mumkin agarda memorylarda yetarlicha joy bo'lmasa. Shularni ham inobatga olish kerak. Davom etamiz. Demak, RabbitMQ ga qaratib qo'ydik Celery'mizni. Endi qiladigan ishimiz run server komandasi orqali serverni run qilamiz. Python pass not installed. Qiziq. Run server
Django o'rnatilmagan deyapti. Menimcha pip list. Ha, Django o'rnatilmagan. Birinchi navbatda poetry'ni o'rnatib olamiz. Pip install poetry qilib. Endi poetry install no root. Barcha kerakli packajlarni o'rnatamiz. Yaxshi. Run server komandasini amalga oshiramiz. Run server amalga oshdi. Endigi qiladigan ishimiz keling agendamizga ko'z tashlaymiz. User host and RabbitMQ. Yaxshi user yaratib, host va access berish kerak ekan. Keling undan oldin men sizlarga hozir bir narsani ko'rsataman. Mana bu yerda userni qanday yaratish bo'yicha ham instruksiya berilgan. Undan oldin birinchi navbatda RabbitMQ ning o'zining default user ham bor. Agarda siz RabbitMQ management UI ni enable qiladigan bo'lsangiz, shu userdan foydalanib monitor qilishingiz mumkin bir nechta narsalarni. Keling birinchi navbatda enable qilamiz. RabbitMQ enable management. Ha, mana management plugin. Ozgina pastga tushamiz. Getting started. Ha, mana shu komanda orqali siz ham bu komanda Windows yoki Mac OSda boshqacha bo'lishi mumkin. Izlab ko'rasiz Windows va Mac OS uchun. Uchta qo'shimcha pluginni sozladi. Endi statusini ko'radigan bo'lsak, mana RabbitMQ statusini bu yerda o'rnatilgan pluginlar ham chiqishi kerak. Mana bu pluginlar qo'shimcha o'rnatildi. Management web. Yana bitta e'tiborga loyiq tomoni 15672 port ham ochildi. HTTP requestlarni qabul qiladigan HTTP API. Endi bizning mana shu portimiz HTTP requestlarni qabul qiladi. Keling ushbu portga boramiz. 127 01 15672. Mana username, passwordni so'rayapti. Username va password default holatda berilgan. Internetda izlaydigan bo'lsangiz RabbitMQ default username password deb mana chiqadi. Both guest. Ikkalasi ham guest ekan. Demak guest deb yozamiz. Guest user. Mana guest user orqali kirdik. Mana bu yerda nodimizni ko'rishimiz mumkin. Barcha hajm, disk space, uptime, core'lar barchasi haqida ma'lumotlar bor. Exchange'lar, mana masalan exchange'ga o'tadigan bo'lsak, bu yerda default exchange'lar bor. RabbitMQ o'zi avtomatik holatda yaratgan. Queue'lar bor. Hech qanday hozircha queue mavjud emas, sababi biz hali hech qanday queue'ni e'lon qilganimiz yo'q. Biz qachon taskni yuboradigan bo'lsak, Celery tomonidan Celery bu ishni avtomatik amalga oshiradi. Keling endi list adashmasam list users. Sudo RabbitMQ.ctl list users mana bunday. Mana list users qilib ko'radigan bo'lsak, bizda bitta user bor, guest. Ushbu userimiz ham administrator. Taglarga qaraydigan bo'lsak, ushbu tag aynan mana shu UI da qanday ishlarni amalga oshirish mumkinligini belgilab beradi. Bizda bir nechta xil taglar mavjud. Bularga ham hozir ko'z tashlab ketamiz. Keling, yangi user yaratamiz. Yangi userimizni RabbitMQ create
Mana bu yerda ham mavjud edi aytgancha. Mana bu yerda. Mana. Demak, yangi user yaratamiz. Sudo RabbitMQ add user va mana monitor deb birinchi userga nom beraman va uni paroli sifatida keling 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 shunchaki. Mana userni qo'shdim. E'tibor qiling, bu yerda sudo orqali amalga oshirish kerak. Komandani agarda sudosiz amalga oshirilsa error olasiz. Endi aytayapti, hech qanday permission mavjud emas. Bu deyapti, permissionlarni berishni yoddan chiqarmang deyapti. Xo'sh, hozircha bizga permissionlar kerak emas. Virtual host e'tibor qiladigan bo'lsak, bizda virtual host mavjud. Mana virtual host qismida asosiy main virtual hostimiz mavjud. Ushbu virtual hostimizdan foydalansak ham bo'ladi. Yangi virtual hostni hozircha yaratmayman. Endi user taglarga keladigan bo'lsam, mana user taglarga o'tamiz va monitor userimizga monitoring degan tagni biriktiramiz. Biriktirildi. Endi list userni qayta ko'radigan bo'lsak, mana monitor userimizga monitoring tagi biriktirilgan. Keling endi monitor userimiz orqali login qilamiz. Logout qilib chiqib ketaman va mana bu yerda monitor 1 2 3 4 5 parol. Yaxshi. Mana bu userimiz endi asosiy monitor qilish uchun mo'ljallangan user. Administratordan farqli ravishda qo'shimcha yanada ko'proq ma'lumot olish uchun RabbitMQ tags deb qidiradigan bo'lsangiz, mana xo'sh, taglar yo'q, bu taglar emas. Mana bu yerda mana shu yerlarda taglarga oid granting permissions to users, virtual host. Mana bu yerda default user haqida ma'lumot berilgan. Default userda qanday permissionlar bo'lishi barchasi bor. Mana user tags and management UI access. Umuman olganda currently only management UI access is controlled by user tags. Ko'rib turganingizdek UI dagi akseslar taglar orqali nazorat qilinadi. Taglar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun mana shu dokumentatsiyaga kirib bemalol o'qib ko'rishingiz mumkin. Men esa davom etaman. Keyingi qiladigan ishimiz permission. Mana muhim qismi permission. Keling, mana bu userimiz bilan, monitor userimiz queue'larga o'taman va yangi queue yaratishga harakat qilaman. Masalan, test queue yaratishga harakat qilsam, user not authorized to access virtual host. Virtual hostga aksesi mavjud emas deyapti. Mana bu userni endi ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, keling, bundan oldin mana bu yerda local host orqali ulangandik. To'g'rimi? Keling, bundan oldin mana bu userimiz qanday ishlayotganini tekshirish uchun bitta workerni ishga tushirib ko'ramiz. Chunki hech qanday usersiz qanday connection bo'lishini tekshirib ko'rish uchun shunchaki mana workerni olaman va mana bu yerga tashlayman. Workerimiz ishga tushdi. E'tibor qiling, transport RabbitMQ guest orqali ulandi. Yodingizda bo'lsa, bizda guest user bor edi, default user. Aynan mana shu guest userdan foydalanyapti hozirgi vaziyatda. Virtual hostga keladigan bo'lsak, default virtual hostdan foydalanyapti. Queue'larni o'zimiz e'lon qilgandik oldingi darsimizda. Agar queue va routing exchange haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lmasangiz, oldingi darsimizni o'tib ko'rishingizni maslahat beraman. Umuman Celery'ni qanday sozlash bo'yicha. Va mana connected to RabbitMQ. Mana guest orqali ulangan.
Lekin vaqt keladi, siz o'zingizning shaxsiy yuzeringizdan foydalanishni xohlaysiz. Aynan mana shu vaziyatda biz nima qilishimiz kerak? Buni kommentga olaman. Va mana bu yerda monitor sabachka 1 2 3 4 5 adashmasam sabachka bilan ajratilgan edi. Keling tekshirib olaman. Yo'q, 2 nuqta bilan ajratilgan ekan. Local hostdan oldin esa sabachka. Mana shunday. Endi workerimizni qayta ishga tushiramiz. Bu safar e'tibor qiling. Workerimiz birinchi qismga o'taman. Shunda ham errorlar ko'payib ketdi. Mana bu yerdan ko'rsa ham bo'ladi. Mana monitor user orqali ulanishga harakat qilyapti. Mana shu asosiy virtual hostga, lekin connection not allowed. Ruxsat berilmagan. Sababi bizda hech qanday permission berilmagan ushbu virtual hostga kirish uchun. Keling endi mana bu yerda mana qanday qilib permissionlar biriktirish haqida ham aytilgan. Mana bunday ko'rinishda permissionlarni bersangiz bo'ladi deyapti. Bu permissionlar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun mana access control RabbitMQ mana bu bo'yicha o'tamiz. Mana bu yerda mana basics virtual hostlar haqida barchasi haqida ma'lumot berilgan. Keling permission qismiga o'tamiz. Granting permissions to a user. Ozgina ekranimni kattalashtiraman. Ha mana bu yerda mana granting permissions to a user. Ko'rib turganingizdek, e'tibor qiling. Grant berish uchun userga mana bunday set permissions degan komandadan foydalanilar ekan. First configure permissions to event entity. Keling yana ham pastroq tushamiz. Nima ekanligini yaxshiroq tushuntirish uchun sizlarga mana bu yerda. Mana yodingizda bo'lsa, bizda 3 ta string berilganda, mana 3 ta string, e'tibor qiling. 3 ta string, birinchi string, ikkinchi string va uchinchi string. Bu 3 ta stringning albatta o'ziga yarasha ma'nosi bor. Birinchisi nimani konfiguratsiya qilishga ruxsat berish. Umuman olganda regex orqali boshqariladi bu narsa. Mana ozgina pastga tushadigan bo'lsam, mana the regular expression orqali boshqariladi. Birinchisi umuman olganda komponentlarni konfiguratsiya qilish desa ham bo'ladi. Ikkinchisi write, ya'ni producer sifatida o'sha message'larni yuborish, ikkinchisi oxirgisi esa read, consumer sifatida ma'lumotlarni o'qish. Bemalol mana shu tomonlarni yaxshilab o'qib chiqib sozlashingiz mumkin. Men esa hozirgi vaziyatda sizlarga ko'rsataman. Oddiy regex expression bilan ko'rsataman. Demak, sudo RabbitMQ set permission mana bunday. Monitor. Demak, bu komandada nima deyapmiz? Virtual host sifatida asosiy virtual hostni tanladik. User qaysi? Monitor user va e'tibor qilamiz, sales bilan boshlanadigan har qanday komponentlarni sozlash mumkin va sales bilan boshqariladigan har qanday message'larni, ya'ni o'sha producer sifatida write, umuman olganda mana write operation edi bu yerda, e'tibor qiling. Mana write operationga ruxsat beradi va bu yerda esa read operation. Keling endi shu permissionlarni beraman. Permission berildi. Konsolimizga qaytamiz. Refresh qilaman. Xo'sh, shundan so'ng endi yana harakat qilib ko'raman queue yaratishga. Test queue ni yaratamiz. Mana access refused. Bu safar boshqacha access. Hozirgi vaziyatda bizda virtual hostga access bor, lekin mana bu yerda yaratilmoqchi bo'lgan queue nomi
sales bilan boshlanmaganligi uchun biz error olyapmiz. Keling endi mana shu test o'rnida sales qo'yib yaratib ko'ramiz. ABS sales queue. E'tibor qiling. Sales queue avtomatik yaratildi. Va yana bir narsaga e'tibor qilish kerak. ABS queue ham allaqachon bu yerda paydo bo'lgan. Sababi biz workerni ishga tushirgan vaqtimizda ABS queue'ni default queue'ni sozlaydi. Pastga tushaman. Demak, chiqib ketgan. Qayta ishga tushiramiz workerimizni. Workerimiz qayta ishga tushdi, lekin access refused. Demak, mana bu exchange ga access ola bilmadi. Sababi bu exchange'imiz reply bilan boshlanyapti. Biz esa sales bilan boshlanadigan exchange ga ruxsat bergan edik. Keling, ushbu monitor userimizga to'liq full accessni beraman. Full access berish uchun shunchaki mana bu yerda instruksiyada ko'rsatilganidek nuqta va yulduzcha berish kerak. Nuqta va yulduzcha nima degani? Har qanday belgidan istalgancha bo'lishi mumkin degani. Regular expression ga kirib ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin bu haqda. Ushbu komandani beraman. Barchasiga access ochildi endi. Endi qaytib mana bu yerni tozalab workerni qayta ishga tushirsak, yo'q, bu komanda emas. Mana bu komanda workerimizni ishga tushiramiz. Bu safar error olmadik. Muvaffaqiyatli amalga oshdi. E'tibor qiling, monitor userga ulandi. Barchasi joyida. Parol orqali ulandik. Mana bu parollarni albatta olamiz. Environmentimizga RabbitMQ host, RabbitMQ port, RabbitMQ user, RabbitMQ password. Passwordimiz monitor va 1 2 3 4 5. Yaxshi. Endi mana shu yerda RabbitMQ host, RabbitMQ port, RabbitMQ user, password, passwordni pass ko'rinishda olamiz va bu yerda guestni ishlatamiz. Mana bunday. Ajoyib. Endi kerakli o'zgaruvchilarni kerakli joyda ishlatamiz. Local host o'rnida RabbitMQ host, port o'rnida RabbitMQ port, user o'rnida RabbitMQ user, parol o'rnida RabbitMQ password. Yaxshi. Ajoyib. Chiqamiz. To'g'ri, lokalda yozdik. Xuddi shu so'zlamalarni barchasiga tashlab chiqsak ham bo'ladi. Devga, QA ga, prod ga. nv.example ga ham tashlayman. Bir necha ma'lumotlarda o'zgarishlar bor ekan bu yerda. Redis masalan qo'shilmagan bu yerga. Xo'p, bu tomonlarni improve qilish muammo emas. Asosiysi komponentimizni ishlashi. Keling, workerimizni qayta ishga tushiramiz. Bu safar ham monitor user orqali ulandik. Demak, environmentdan ma'lumotlarni muvaffaqiyatli o'qidik. Keling endi UI'mizga qaytamiz. Mana UI'miz. Ozgina yaqinlashtiraman. Mana UI'miz. Bu UI'mizda endi e'tibor qilamiz. Celery tomonidan yana queue'lar yaratildi, bir nechta queue'lar. Test
queue ni yaratishga harakat qilib ko'raman. Bu safar yaratilishi kerak, chunki barchasiga access ochilgan. Test queue. E'tibor qiling, ko'rib turganingizdek test queue ham qo'shildi muvaffaqiyatli. Yaxshi. Bizda xo'sh, bir daqiqa. Permissionlarni berdik. Userga kerakli permissionlarni HTTP API ni sozladik. Ha, endi qiladigan ishimiz mana 8000-portda applicationimizni ochib oldik va sales reportga request yuboradigan bo'lsak, mana sales reportga request yubordik. Yangi queue'ga message ni tashlab beradi. Bu queue'imiz bizda bir daqiqa sales appimiz ichida edi. Mana bu yerda sales breakage queue. Aynan maxsus queue'ga jo'natib turgandik. Va mana bu queue avtomatik yaratilishi kerak. Ha, mana avtomatik yaratildi sales queue. Ushbu UI har 5 daqiqada 5 soniyada, to'g'ri? Ha, 5 soniyada avtomatik yangilanadi. Bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Yangi queue yaratildi. Endi shu queue'ga kiraman va queue'ga qaraydigan bo'lsam, total bitta message bor va ready turibdi. Tayyor. Ushbu messajni bemalol worker olib qayta ishlashi mumkin. E'tibor qiling. Mana bu yerda ushbu queue'imiz sales breakage queue routing keyga mana bind qilingan. Xo'sh, yaxshi. Mana bu yerda publish message. Bu message ni publish qilish, o'zingiz shu queue'ga UI orqali publish qilishingiz ham mumkin message. Bu yerda get message orqali esa message ni o'qishingiz mumkin. Xo'sh. Ask mode. Hozircha ask mode ni NAK message requeue true qilib qo'yaman. Hozir tushuntiraman bu joy nima ekanligini. Get message qilamiz. Get message qilganimizdan keyin e'tibor qiling, bitta message ni oldi. Mana routing key dan oldi. Message'imiz body'si esa mana bunday. Umuman olganda bu body'ni Celery joylashtirgan. Hex'da bizning UID'imiz 1328 bilan boshlanadi. Mana UI ga o'tib ko'rsatadigan bo'lsa, mana 1328 bilan boshlangan UID. Aynan mana shu messajni workerimiz olib, shu bo'yicha ishni amalga oshiradi. E'tibor qilamiz. Yuqoriga chiqamiz monitoringga. Hali ham total messajlar bir turibdi. Biz messajni o'qigan bo'lsak ham hali ham bir turibdi. Buni sababi mana bu yerda bindings kerak emas, publish kerak emas. Ask mode ni requeue true ga sozlab qo'ygandik. Agar automatic ask qiladigan bo'lsak, demak ushbu message queue dan o'chirib yuboriladi. Mana endi ko'ramiz. Get message. Yana message ni o'qidik queue dan. Mana yana o'sha message ni o'zi keldi. Lekin bu safar qaraydigan bo'lsak, total message 0 ga tushdi. Demak, обработка qilib bo'lindi ushbu message. Mana 16:11 da. 4:11 daga. Yaxshi. Endi mana bu yerdan specific queue ni olib tashlayman. Shunchaki default queue ga ketaversin. Sozlamalarga o'tamiz. Test. Qayerda edi sozlamalar? Ha, Celery ichida. Yo'q, Celeryda emas. Default ichida edi, adashmasam. Ha, defaults ga boramiz va mana bu yerda mana ABS queue qo'ygandik. Default queue ni. ABS queue ni ham default queue ga o'zgartiraman, shunchaki keyinchalik o'zimiz chalkashib ketmasligimiz uchun. Endi qayta worker ni ishga tushiraman. Bu safar worker
mana default queue ga qaratib sozlandi. Exchange, routing key hammasi default queue ga qaratib sozlangan. Bu safar yangi message yuboradigan bo'lsam, ushbu workerimiz qabul qiladi. Mana qilamiz. Message yuborildi. Workerga o'tamiz. Worker qabul qildi. Monitoring qilish uchun UI ga boradigan bo'lsak, 1 daqiqa birozgina kutamiz. Ha, bu boshqa queue. Bu queue dan chiqish kerak. Default queue ga kiramiz. Mana bu yerda mana message rate ga qaraydigan bo'lsak, mana bitta queue 16:13 da kelgan va darhol workerimiz queue dan messajni olgan. Xuddi shunday ko'rinishda bemalol o'zingiz nazorat qilishingiz mumkin, monitor qilishingiz mumkin. Juda ham katta imkoniyatga ega. Umuman olganda nega men bu RabbitMQ orqali integratsiyani ko'rsatib berdim? Redisga qaraganda RabbitMQ orqali nazorat qilish juda ham qulay. Umuman olganda RabbitMQ ommaboproq desak ham bo'ladi. RabbitMQ ni o'zini mustaqil ravishda ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni message broker sifatida Celery'siz. RabbitMQ Django configure deydigan bo'lsak, Pika degan package bibliotekamiz bor. Django Celery bu yerda hamma joyda Celery orqali ko'rsatilgan ekan. RabbitMQ tutorialga kiradigan bo'lsak, menimcha mana shu yerda bo'lishi kerak. Xo'sh, mana Pikani o'rnatib, mana bunday connectionlarni yaratib va channellarga ulanib, mana shu ko'rinishda bemalol o'zingiz messajni publish qilsangiz ham bo'ladi. Agarda sizga mana shu bo'yicha ham video qo'llanma kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu video ostida izohlarni yozib qoldiring. Men ushbu mavzu bo'yicha ham video chiqarishga harakat qilaman. Undan tashqari yana bir narsa, qo'shimcha har kunlik yangi ma'lumotlarni olib borish uchun Telegram kanalim bor. Ushbu Telegram kanalimni ham video ostida qoldiraman. Har kun yangi postlar chiqarib boraman, har xil qiziq mavzularda. Mana masalan bugungi postimizga qaraydigan bo'lsak, Q nima? Umuman olganda Q haqida ko'proq ma'lumot olish uchun ushbu kanalimni kuzatib boradigan bo'lsangiz, yanada dasturlashishga oid bilimlaringizni oshirib olasiz. Juda ham qiziq mavzularni yoritib boraman. Xilma-xil mavzularni kanalimni kuzatib borishni sizlarga maslahat beraman. Albatta tanishlarimizga ham yuborib qo'yamiz, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa. Darsimizga qaytadigan bo'lsak, bu yerda biz barcha ishlarni amalga oshirib bo'ldik. Demak, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.